Bu orqamdagi manzara vau bo'lmasligi aniq, lekin mana bu manzara haqiqatdan vau, to'g'rimi? Yoshligida maza qilib ko'rgan va haligacha qayta ko'radigan hind kinosi o'g'irlanmagan kelinni Toje deka toye jana sanam degan saundtreki ham mana shunaqa gulzorda olingan. Kimgadir yoqar lola, kim atirgul shaydosi deb kimdirlar lolazorlarga chiqib yuribdi. Odam bijib ketgan Krasnogorsk yana shunga o'xshagan joylarga chiqib yuribdi. Mana sizga haqiqiy adir va hech kim yo'q joylarni topib qo'ydim. Kelasiz, faqat mashina bilan emas, o'zingiz kirib, chiroyli rasmlar, video qilib, u joyda piknik qilib o'tirsangiz ham bo'ladi. Mana shunaqa manzarada zo'r fotosessiya videolarni qilib olsangiz ham bo'ladi. Mana bu pastda boyagi o'sha gulzor, tepaga chiqsangiz, adirga mana shunaqa tabiat ko'rinib turadi. Krasnogorsk boshqa yoq deyshadi, lekin u yoqlarni ham siyqasi chiqib ketdi. Bu yoqqa kelsangiz, hali svejiy, ko'rayotganingizdek, unaqa odamlar ham ko'p emas. O'tda bitta ikkita odamlar o'tirishibdi. Faqat bitta narsa, kelib mazza qilib dam olib ketayotganimizda o'zimiz bilan musorlarni yig'ib olib ketsak, to'g'ri ish bo'ladi. Tabiat ko'rasiz, qanaqa go'zalligini, bu yoqlar cheki yo'q, xohlagan joyingizgacha borib bemalol dam olsangiz bo'ladi. Tabiat yoqqan bo'lsa, kelib dam olib ko'ringlar. Sizlar bilan Obzorda Isaxonov bo'ldi. Joy lokatsiyasini Telegram kanaliga tashlab qo'yaman. Bu videoni Krasnogorskdan zerikkan, mana shunaqa go'zal, bepoyon odamlar kam tabiat qidirayotgan tanishlaringizga yuborib qo'ying yoki kelib birga dam olib keting.